Assalomu alaykum yurtdoshlar. YouTube kanalimizda hurmatli obunachilari. Bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Temir yo'l boyisining to'g'risida o'rtalikda joylashgan, o'rta podyezdda joylashgan 3 bir xonali kvartiramiz 2-qavatda bo'ladi. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb girsak, girgandan ko'rib turganimiz prixoshkamiz bo'ladi. Prixoshkamiz mebelimiz ham turibdi. Ko'rib turganimizdek belimizda yanimiz sanuzel hojatxonamiz bo'ladi. Kiyim mashinlarimiz ham turibdi. Belimizda yana Bonimiz ham kattagina bo'ladi ekan do'stlar. Aristonimiz ham bor. Bu yanimizga kelaversak, bu yanimiz ayollarimiz uchun oshxonasi bo'ladi. Mebellarimiz boshida, xaladelikimiz bor edi. Yurtdoshlar, bitishga hamma narsa bor. Do'stlar, giraverish eshigimiz ham damir eshikdan. Bu yanimizda alohida o'zini kladovkasi, ya'ni patni qo'yish uchun narsamiz ham bor. Mom devorlarimiz bor. Bu yanimizga o'taversak, xudo xolasa, bu yanimiz endi xonasi bo'ladi. Ochiq balkonimiz bor, konditsionerimiz bor, mebellarimiz dushda turibdi do'stlar. Joyimizda narx ekranda yoziladi. Agar xohlovchilar bo'lsa, reklama berib sotchak bo'lsangizlar, bemalol telefoninglar yurtdoshlar. Narx reklamadan besplatni chiqarib beramiz. Yurtdoshlar, joyimiz narx ekranda yoziladi. Hozircha aytib olganimiz uchun katta rahmat. Yana ko'chmas mulklarda ko'rishguncha qolamiz.